Keyin omadi bilan o'ynashma degan gap bor. O'zi shu moddiy narsalarga ko'p e'tibor berib o'rilganki, omad deganda ham boylik tushuniladi faqat. Kim boy bo'lib ketgan bo'lsa, bir rizq berilib unga bir kuchayib ketgan bo'lsa, demak omadga kelgan hisoblanadi. Vaholanki unaqa emas. Chunki shunaqa boylarni bilamiz. Men o'zim shaxsan bilaman. Oilasi parokanda, bir-biriga xiyonat qiladi. Farzandlarning tarbiyasi umuman teskari bo'lgan tarbiyalarni olishni boshlagan o'zi. Yana omadli deb qo'yamiz tashqaridan qarab. Bu haqiqiy omadsizlik. Omad faqat mol dunyo bilan emas. Boy bo'ldi, omadi keldi degani, hamma narsani boylik bilan o'lchayman degani. O'shaning uchun erkak kishini omadi bilan o'ynashma deganda faqat moddiy tarafi nazarda tutilishi kerak emas. Unda hamma narsani pul bilan o'lchaydigan bo'lib qoladi odam. Demak, kambag'al odam omadsizmi? Puli ko'p odam omadlimi? Yo'q, unaqa emas. Dunyo qarashi, yashash tarzi, go'zal odam omadli odam. Chunki siz milliardga qodir bo'lsangiz, yashash tarzingizni bilmasangiz, bir yaramas hayotda yashab o'tib ketsangiz, shu omadmi shu? Yo'q, omad emas. To'g'ri, albatta mol dunyo kelsa ham yaxshi, albatta bu narsa. Pul topsa yaxshi. Buni inkor qilmayapman men. Lekin faqat shuni tushunib qolish, hamma narsani pul bilan o'lchayman degani. O'sha pulni to'g'ri topish, to'g'ri sarflash, xalqqa bir foydasi tegish degan narsa tushunchalar, dunyo qarash, nuqtai nazar paydo bo'lsa, unda u omadli odam ekan u. Ja ko'p pul topmasa ham, lekin ko'p pul topsa-yu, yashash tarzi boy aytgandek dabdala bo'lsa, hech qanaqa omad kelgan emas uni. Sal kengroq tushunish kerak bu narsani demoqchiman-da endi.